Bo'ldingizmi opa? Ha, Ketyapsizmi? Stanga pul berjang. Ha, hozir. Ana mol o'zingiznikimi? Mol bas. Zo'r mashina mol bu. Yaxshi mashina. Lekin og'idan bekor olsa og'i bo'lmaydi-da. Lekin qora haydagan marasi jentri, shuncha oq o'tganman kelgan. Ana achkani chechib gaplashing, men mana ana kibirdek gaplashyapsiz-da siz. Ko'zim yoshlanmadi. Qanday yoshlanadi? Hayot toz yaxshi-ku. Yo'q, havoda. Ana siz kinolarda chiqqan aktrisami? Zarina Kubayeva. Voy, yo'q. Zarina Kubayeva bor-ku, Zarina Kubayeva. Aktrisa emasmanmi? Ya, rostdan. Rostdan aktrisa emasman, yo'q. Qaynonamning kirni jo'aman degan kinoda chiqmaganmisiz? Yo'q, unaqa kinoda chiqmaganman. Qaynonam urdi degan kinoda-chi? Yo'q, unaqa kinoda. Ya kinoda chiqmaganmisiz? Ha, ma'lum sizga pul berjam, opa, unaqa voh. Yo'q, umas deyapman. Umas deyapman. Suv beraman. Umas deyapman. Kasalingiz bormi? Ha, ana ichim og'riyapti meni, voh. Ichganman-da, bo'ladimi? Ya, men birodan qolgan suvni ichmayman-da. Pulni bering, o'zim olib ichib olaman. Voh. Stanka narx oshganda Necha pul bo'lgan? 200 ming. A? 200 ming bo'lganda stankaning puli. Men har kuni kelaman, bu yoqqa narsa olgan. Mana 2 soat oldin ochdi. 2 soat oldin ochdi-da, shuni ana mayakning narxi oshdi-ku, shuning uchun mayak jeysmisiz? Nima qilyapsiz? 200 ming deysiz, qanaqa 200 ming? Mayak jeysmi? Mayak. Tovuqning mayagidan jemaysizmi siz? U mayak narxi oshgancha stankalarning narxi oshyapti. Chakkining kilosi oshdi, chakki jeganmisiz? Biz Nima degani u? chakki bor-ku, sirni sovasiz, keyin sutni pishirasiz, keyin qotib etasidan ustini javob qo'yasiz, keyin tursadan keyin chakki bo'ladi u. Ha, jemaganmiz. Bo'lmasa mayli ana 200 ming berjang. 200 ming ko'p emasmi? Yo, endi opa to'rsataymi? To'rsini 200 beraman. Bu yerga men to'rsatsam, Sodiq mana merimiy qilib keldim. Kim bilan? Sodiq mana merimiyga. Olbacha merimiy deyapman. Yo, ana Shag'aramonmi? kiyimog'al keldik ikkovimiz, gapning ochig'i. Keyin kiyimog'al kiyganimizdan keyin Mijlaka bordik. Mijla bidasi urush chotqancha suvlar ketib qoldi ekan-da. O'sha suvlarga borib kelguncha pulimiz tugab qoldi-da keyin. Metanning ham narxi oshgancha biz taksida keldik-da bu yerga. Ketishingizga kerakmi, kiyinishingizga kerakmi? Yo, ketishimga ham kerak, kiyinishimga ham kerak-da, ikkovga ham kerak-da. Yetadimi? Ha, 200 ming. Kelganmi opa? Yo'q. Ichida mabodo ish kerak emas. Yo, bu yangi oldimda, shunga ya siz meni sizdan kiltlayapsiz-da. Sizdan kulmab, prosta oyoq kiyimni yechmaydimi? Yo, yechadi. Men endi nima qilaman-da, bu zalga boraman-da men opa. Zalga borganim uchun chovaman juda qattiq. Zalga borgani oyoq kiyimni taqchiydi. Ha, shu zalga borganman-da. Ana bo'yicha maktabda ichkari chempion bo'lganman-da, o'qish jiqish bo'yicha. Shundan keyin zalga borib, ana o'qib, hozir baniz o'zingiznikimi opa? Bitta tashlab ko'rsam bo'ladimi? Men nechi bu? 16. Yo, 16 ekan, haqiqatan. Men 16 ni istasam qo'lim qoldi. Nega? Unaqa deysiz. Nima oladi bu? Telefon bu. Bizlarda Miji degan bachchang iPhone 16 si bor-da, faqat ko'tarib objira ishlatmaydi, ichida puli ham yo'q-da. Bunisi nechisi? 12 ming. Mashinaga. Shu mana bu Mijigar o'zingiznikimi? Qaysi ochadi? Mana bu ochadi. Manami? Asl gaplaymi? Yo'q, yo'q. Alo. Jonibek, menda ham hozir Moluba, nechi bu Moluba? Malibu 2. Moluba 2 mana iPhone. Yo'q, bu 16 da gaplasha. 16 da. iPhone 16 bor qarashsi. Opa kelgili chiqmayapman. Prosta mashq qilyapman-da, erta tashqi qishloqqa zo'r o'tib ketdi. Bitta rasm olib qo'ying. O'zingiz telefoningizni Yo, Telegramdan talab berasizmi, opa? Telegramdan. oldim. Bo'l. Pulni endi pul berib keting. Xo'p, o'sha 200 ming beraman, mayli. 300 ming qilib bera olasizmi? Yetmay qolishi mumkin-da. Xo'p, uzoqqa ketarkansiz, Ha. men sizga 300 ming. Erta kartangizni talab beraman men. Shart emas. Rozi bo'lib berasizmi? Otingiz kim? Mohira. Bitta duo bersam bo'ladimi? Bizlar duo chiqqanda Mohi menga bir berdi, Mohiga 10 marta bersin. Turmushga chiqamisiz? Hali. Mohi borgan joyda toshday qotsin, iloyim Mohining baxtini och, yigitlar olamasin. 10 ta ol, 10 ta qiz farzandi bo'lsin. Eri birovga ko'zi qaragan kuni ko'zi ola shoqshoqday osilib, kallasi kal bo'lib,
Maksim gurka bo'lib qolsin, olayim. Moaxining onasi men juda chin dildan duo qilaman-da. Keyin moaxi jilamasin, hech qachon ko'zdan yosh chiqmasin. Nima qilsa ham shunga ana qilib jirgan bo'lsin, moaxi olayim, moaxi bo'lsin. Amin. Ana rozi bo'lib berdingizmi? Xafa bo'lmaysizmi? Men taniysizmi? Siz ochingiz tezmi, tez emasmi? Siz jahlingiz tezmi, tez emasmi? O'rtacha bo'ladi. Jahlingiz tez emasmi? Ha. Qarang, men tanimaysan? Men bloger, prangerman, men bu yerda kamera bor, shunday qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Xafa bo'lish. Ha.